İngliz tilini men maktabda o'rganmaganman, chunki tekin bo'lgani uchun. Men qurut o'ymani pulimga borib o'rganishim kerak. Pulimga o'rgangandan keyin xohlagan narsamni o'rganaman. Zamonlar menga kerak emas. Sizlarni bilmadim, men hozirgi zamonda yashayman. O'zi ingliz tilini bilgan odamga qiyinroq bo'ladi. Men masalan Dubayda aylanib yuribman. Do'konga bordim. Can buy potato desam, u what deydi. Halizada o'ylanaman. Emidi, enmidi, zemidi, qaysi birini qo'yish kerak edi? Yo, olmasammikin вообще. Undan ko'ra uverin borish kerak edi. Potato 1 kilogramm deyish kerak. Bo'ldi, shuni o'zi yetadi. Birinchi marta o'sha ingliz tiliga kirganimda ustoz aytgan, ingliz tilidan nima xohlaysan deganda, men ingliz tili bo'lishini xohlamayman deganman. Yo'q bo'lsa zo'r bo'ladi deganman. Keyin men o'rganmasligimga yana bitta sabab, ayamam, dadamam nemis tili o'rganishgan. Bilmayman nima yesirda odamlarga nemis tili o'rgatilingan. Ular o'ylashganki, ishtonolar yana qaytib kelib bo'lsa, guten tag desa, ya o'zimizgalar ekan deb qaytib ketadi deb o'ylashganmi bilmayman. Shuning uchun meni hech kim tekshira olmasdi. Ayam uyda bitta ham inglizcha qo'shiq chiqib qolsa, "Mada nima deyapti?" desa, u 8-marta haqida qo'shiq aytadi deb o'ylardim. Zo'r chiqibdi deb. Ayam ham xursand, men ham xursand. Nima kerak?